Kelinglar, bayram muborak bo'lsin, ayyom muborak bo'lsin. Nurli makyozi go'zal san'at asaridan bahramand bo'lamiz. Albatta. Ko'rkam, chiroyli qizlarimiz. Juda chiroyli qizlarimiz. Bahor muborak bo'lsin hammangizga. Navro'z muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Joylashib chiroyli qilib. Oy, bitta yigitchamiz ham bor ekan bu yerda. Shuncha qizni ichida adashib qolmasangiz bo'ldi siz. Marhamat. Marhamat. Qizaloqlarimizning liboslarini qarang, do'ppilarini qarang chiroyliligini. Yulduz raqs jamoasi. Aferin, aferin. Aferin, rahmat. Katta rahmat yulduzchalar. Rahmat. Bir daqiqa bayram. Mana shu yigitcha bitta ikki bola. Qani tanishib olaylik. Meni otim Tolibjon amaki. Siz otingiz nima? Muhammad. Bayram muborak bo'lsin. Bir o'zingiz ekansiz. Bu ansamblga qachondan beri qatnayapsiz? Bitta boshqa o'g'il bolalarim bormi yo faqat bir o'zingizmi? Ha, uyalyapsizmi gapirishga? Ha? Ha? Yaxshi bilmayman. Nima bo'ldi? Kayfiyat yaxshimi? Bugun bayrammi? Men yaxshi bilmayman. Mayli, biz bilamiz. Demak, bayram bilan tabriklaymiz. Navro'z bayrami muborak bo'lsin deb tabriklay olamizmi qarindoshlarimizni? Uydagilar bizni ko'rishyapti televizorda. To'g'ri qaraymiz kameraga. Birgalikda tabriklaymiz. Navro'z bayrami
muborak bo'lsin. Ana go'zal, katta rahmat. Rahmat sizlarga. Yana bitta aytaylik Aha. hammamiz baravariga. Yana 1, bitta, ha. 2, 3. Navruz bayrami bo'lsin. O, rahmat, Bo'ldi, rahmat. amallar. Juda ham chiroyli Rahmat. tabrik bo'ldi. O'ng Rahmat. tomonga Bayramingiz qarab. muborak bo'lsin. Uydagilarni bizni nomimizdan tabriklab Tabrik- qo'yish esdan chiqmasin. Yaxshi qo'shiqni raqs qo'yishibdi. Sumalakdan tosh topdim. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Husnidon Xoliqov. Juda chiroyli. Bilasizmi? Bizni bola vaqtlarimizda Husnidon Xoliqov shu bulbulchada chiqardi-da. Biz tengdosh, bizdan kattaroq. Shunaqa yaxshi qo'shig'i bo'lardi. Hozir biz tengqurlar eslaydi. Oyijonim yaxshi